Assalamu alaykum, suyumlik balalar. Men sizlarga bugun dunyoga dangliq balalar rasmli kitob yozuvchisi Leo Leone'ning Cornelius degan kitobini o'qib beray bo'lamdi. Cornelius degan kim o desanglar yoki nima desanglar uchu mushu muqovda sizlar ko'rgan mushu timsoq shu. Bu Cornelius qazada qandaq bir timsoq, anki bu timsoq nima ishlarni qilgandi biz bu kitobda o'qiymiz hozir. Cornelius sizlar ko'rgandek mushtaq bir dengiz bo'yidagi qumliqlar bilan qoplangan bir dengiz sohilida tug'ilgan ekan. Timsoq opa mushu dengiz sohilida tuxum besib, ondan bu tuxumlar yerilganda hamma kichik timsoq bolalari daryo sohiliga to'rt puti bilan o'milab chiqibdi. Faqat timsoq Corneliuslar tuxumdan o'ri turib mong'idichili chiqib ketdi. Cornelius boshqalardan egiz ham kuchli cho'ng bo'pti. U faqat to'rt putlab mangmaydi ekan, yana boshqa timsoqlar azaldan ko'rib boqmagan narsalarni ko'ra oladi ekan. U doim jiroqni ko'rsatib turib, "Men bu chotqonliqning u tarafidagi yerlarni ko'ra olayman" desa, boshqa timsoqlar faqat "Buning hayron qolgudek nimasi bor? Unda bo'lsa nima bo'pti?" deydi ekan. U suv bo'yida o'ynab, "Men bu yerda turibla suvning ostidagi baliqni ko'ra olayman" desa, boshqalar "Unda bo'lsa nima bo'pti? Uning hayron qolgudek nimasi bor?" deydi ekan. Shuning bilan bir kuni Corneliusning bek ochiq kelib, bu daryo soyilidan ketishni qaror qilibdi. Bu yer tumayma bo'ldi deb qopib qopdi. Shunda u yo'lda ketib yetib, ancha uzun o'tmayla bir maymun uchrab qopdi. Shuning bilan u maymunga "Men o'ri tura olayman, yana tegi yiroqdagi narsalarni ko'ra olayman" debdi, nihoyat faxrlangan holda. Bu maymunmi uningga deb beribdi. "Qara, men boshchilab o'ri tura olayman" deb ko'zdi qo'yibdi. Maymun yantihi, "Men yana quyruqim bilan daraxtga esilib tura olayman" debdi. Cornelius maymunning quyruqi bilan daraxtga esilib turganini ko'rib hayron qoldi. "Menmi o'ginib boqsam bo'lamdi? Menmi o'gina olamdim" deb so'rab ketibdi. Shuning bilan maymun, "Albatta o'gina olaysan. Agar mening yordamimda tirishib mashq qilsanglar, cho'qim o'ginib olsizlar" debdi. Shuning bilan bu maymun Corneliusga o'gitishga boshlabdi. Corneliusmi bek tirishib mashq qilibdi. Maymunmi uningga yordam qilgani uchun to'liq xushal ekan. Shuning bilan kunlar o'tib, Cornelius boshchilab turishni va quyruqi bilan daraxtga esilib turishni oxir o'rganib olibdi. Va nihoyat faxrlangan holda daryo sohilidagi do'stlariga bu yangi hunarlarni ko'rsatish uchun qaytibdi. U daryo sohiliga beribla, "Qaranglar" debdi u. "Men boshchilab tura olayman" deb ko'rsatib beribdi-da. Lekin boshqalar "Unda bo'lsa nima bo'pti" debla qo'yibdi, xuddi burunqideklam. Cornelius yan ularga "Yana texi quyruqim bilan daraxtga esilib tura olayman" deb ko'rsatibdi-ki, lekin boshqalar chiroyini purishtirib "Unda bo'lsa nima bo'pti? Uning hayron qolgudek nimasi bor" debla qo'yibdi. Faqat hayron qolmabdi. Shuning bilan Cornelius bu qitim bek umidsinib ketibdi va ochchig'i kelib, maymun do'stining qishiq qaytib ketishni qaror qilibdi. Lekin u oqisiga o'rilib, shunda bir qarabdi-ki, u nimani ko'ribdi bilamsiz? Daryo sohilidagi timsoqlarning hammasi boshchilab turishni va quyruqi bilan esilib turishni sinab yiqiyotgan-ki, Cornelius faqat kulib qo'yibdi. Bu daryo sohilidagi hayot shundan keyin faqatla burunqiga o'xshamaydigan bo'lib qoldi.